Eng so'nggi modaga qiziquvchilar uchun azizlar, men hozir zo'r, eng dahshat stullarni topib qo'yganman. Mana ko'ringlar, Monika fasonidagi stullar. Juda ham yumshoq, stoli ham zo'r, xon taxtasi. Undan tashqari do'stlar, mana bu fasonni ko'ringlar, любой kishiga yoqadi. Mana bu ham Monika, lekin bunisi 3D fasonda, ya'ni gullari mana bu yerdan uyib chiqarilgan. Xullas, azizlar, biz bu yerdagi eng so'nggi fasondagi stullarni ko'rsatamiz. Bu yerdagi stullar yong'oqdan hamda lesvakdan yasalgan. Aytgancha do'stlar, mana bu fasonni ko'ringlar, qoplama fasondagi stul. Menimcha hammaga yoqsa kerak. Hamda do'stlar, mana bu yerda lesvakdan yasalgan 24 talik komplektni ko'ramiz. Azizlar, biz ishlab chiqaruvchi joydamiz. Adres bilan tanishtirib o'taman. Adres Andijon viloyati, Oltinko'l tumani. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, mana shu ishlar uchun do'stlar bittadan like ni bosinglar. Usta Muhriddin, assalomu alaykum. Ustamaga tuzingizsiz. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Tuzingizsizlar. Xonadonlar tinchmi? Alhamdulillah. Muhriddin, qarang, ishlaringizga ko'z tegmasin, dahshat chiroyli lekin. Hammasini mana shu uyda yasagansiz, a? Shu uyda, xudo xohlasa, qo'l mehnati hammasi aka. Gap yo'q. Shunaqa ustalar ko'paysin, do'stlar. Eng arzon stulning narxi necha? 230 ming so'm donaga aka. Ketdik, ko'ramiz. Demak, mana shu stullarning hammasi donasiga 230 ming so'm aka. 230 ming so'mdan bittasini bundoq ochinga ko'ramiz. Azizlar, qaranglar, mana shu lestvak, lestnitsa degan yog'ochdan yasalgan, dahshat chiroyli, qalinligi 9 sm aka. 230 3 sm, orqasi parda broshkali aka. Bunimiz 24 talik aka. 24 talik. 8 metrlik uylarga tushaveradi bemalol aka. Narxi 6 million 400 ming so'm chiqarib beramiz buni aka. 24 talik. 24 talik. 6 million 400 ming so'm, azizlar. Agar kimga kerak bo'lsa, agar uzun zalingiz bo'lsa, mana usta, siz uyingizga jo'natadi. Dastavka qayergacha? Dastavkamiz vodiy bo'ylab qilib beramiz aka, obunachilaringizga. Boshqa qolgan joylar kelishilgan holatda qilib beramiz. Isuzu cho'purlar bor, tanishlar aka. Gap yo'q. Bunisi 12 talik. Bunisi 12 talik, shampan svet aka. Eng xadavoylar 12 talik bo'ladi. Ha, ko'proq. Stoli nechiga necha? 275 ga burun aka. Nech pulga beramiz? 3 million 200 ming so'mga beramiz aka. 3 million 200 ming so'm stollariga gap bo'lishi mumkin emas. Agar sizga mana bunaqa rang yoqsa, do'stlar, mana bu ham 12 talik. Jemchug rangi aka bu. Bu ham parda broshkali aka orqalari. Xo'sh. Narxi 3 million 200 ming so'm buni ham aka. 3 million 200 ming so'm. Mana rangi qanaqa deysiz? Shampan svet aka. Shampan svet. 3 million 200 ming so'm. Bu yerda Rustam aka, siz obunachilarga tayyorlangan ishlar bor. Gideta u tepalarida turibdi. Mana ko'rsatsangiz, oyoqlarini o'rab qo'yganmiz, hozir qolganiga chexolni kiydirib berib yuboramiz aka. Jo'natorasiz, zakaz bu yerda bir 10 komplet ishimiz zakazga tayyorlagan ishim aka. Do'stlar, Universal Mavzu kanalidan ko'rib, mana shularni zakaz qilishgan va hozir ketadi. Sizga esa yasab beradi azizlar. Magazinga tayyorlaganmiz aka. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib qilib berganmiz. Gap yo'q. Endi bizda bu yerda yong'oqdan yasalganlar. Bular 100% yong'oqdan hammasi aka. Qaysi biridan boshlaymiz? Xohlagan joydan boshlaymiz. Keling, shundan boshlaymiz. Bunimiz bambuk gul aka. Xo'sh. Materiali koreyskiy materialda chester attachment qilib tayyorlangan, chesterlik qilib, tuymalik qilib. Orqalari parda broshka. 100% yong'oq aka. Xudo xolasa. Faqat yong'oqdan yasalgan bular. 100% aka. Hech narsa aralashmagan, xudo xolasa aka. Necha santimetr usta? 12 santimetr aka. 12 santimetr. Gulini ko'ryapsiz. 12 talik komplekt. Stoli kengroq bunisi. Stullar 310 ga 117 aka. Qanchaga beramiz? O'tgan safar 6 million 200 qilyotgandik. Bu safar 6 million 100 ming so'm qilib berib obunachilaringizga aka. 6 million 100 ming so'm yetkazib beraman vodiy bo'ylab, qolgan joylarga xudo xolasa arzon shopir topib beraman aka. Ana, do'stlar, mana shu ustaning ishlariga agar mobodo like bosmagan bo'lsangiz, jalki emas, bittadan bosib qo'yinglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turishsa, xudo xolasa xizmatdamiz Rustam aka. Hozir biz bitta bundan ko'rdik, endi bitta qoplama ko'ramiz. Bo'ldi, bambuk gul bu ham aka, qoplama. Sizga 12 santimetr parda broshka qilingan, xudo xolasa hammasida 100% yong'oq. Xonning razmeri bir xil, 310 ga 117 aka. Pastlasda peshxon bo'ladi hammasi aka. Zo'rlagan. Mehmonlar kelib, bunda o'tirsa, stullar gapirish boshlaydi. Xudo xolasa gapiradi. Shachirolida bu. 12 talik stullar, hop, komplekt shunaqa 12 talik.
xon taxtasi bilan birgalikda narxi 6 million 200 ming so'mga beraman aka. 6 million 200 ming so'm. Hop. Bunisi qanaqa? Bu oq jemchug rangi aka. Cobra Monica bu, guli Monica gul. Cobra Monica mana. Materiali turetskiy. Turetskiy atacento material, chester tuyma qilingan, orqasi parda broshka hammasida xudo xolasa. Yong'oq mahsuloti. Yong'oq 100%. 12 talik. 6 million 100 ming so'm aka bu ham. 6 million 100 ming so'm. Va bizda yana qoplama. Qoplama Monica qoplamamiz bu. Oyoqlari simoqlar tumba qilganmiz aka buni. Simoqlar bu endi boshqacha stoykada oyoq. Bu hali sinmaydigan, chirimaydigan plastmassa. Plastmassa simoqlar. Bu peshxon bo'lmaydi aka. Xo'sh. Buni razmeri bir xil 3.10 ga 1.17 bu ham aka. Buni simoqlar tumbasi bilan 6 million 800 ming qilib berganmiz aka. 6 million 800 ming so'm mana shu komplekt uyingizga boradi. Bu ham ketadigan ish, mana o'rab qo'yganmiz oyoqlarini, xudo xolasa. O'zbekistonning hamma tochkasiga jo'natadi, transport bor. Faqatgina vodiy bo'ylab mana shu narxning ichida vodiydan tashqariga kelishilgan holat. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chiqaryapmiz aka, kargo qilib. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga ham jo'natadi. Azizlar, mana bu 3D fasondagi, mana qaranglar, 3D deb mana bu oyoqlardan gullarni o'yib chiqarilgan. Yog'ochni o'zidan o'yib chiqarilgan aka. Yopishtirilmagan. Yo'q. Tepasi zo'r. Bambuk gulguli, orqasi parda broshka, 100% yong'oq xudo xolasa aka. Zina qismi 12 sm qilingan aka. Chester tuyma qilingan. Bu hozir 12 talik, xohlashsa 14 talik, xohlashsa 24 talik qilib berasiz. Cheksiz. Cheksiz. Xohlagancha qilib beramiz xudo xolasa. Uyning razmeriga qarab. Gap yo'q. 12 talikni qanchaga beramiz? Buni 6 million 600 ming qilib beramiz aka. 6 million 600 ming. Do'stlar, narx-navo unaqa qimmat emas. Chunki oson emas bunaqa stullarni yasash. Buning uchun juda ham katta mehnat talab qiladi. Shu mehnatni qilishgan. Xo'p, endi bunisini ko'ramiz. Bunimiz plankali atirgul aka. O'tgan safar shampanni qo'ydik. Bu zakazga qilganmiz. Shunaqa svetini tanladi, korishniy svetini, mebelniy svetini. Gullar orqalari ham kelgan. Dahshat-ku. Zina qismi 12 sm bo'ladi ham aka. O'zingiz bitta o'tirang. Bismillah. Mana bo'yi 1.90 bo'lsa kerak-a? 1.90 chiqsam kerak. Shunaqa baland ustani bo'yi. Endi uzun ustani o'tirishini ko'rdingiz. O'tir desa o'tira olaradi. Hop, 12 talik xon taxtasi korishnevi, o'zi ham korishnevi rangda turibdi. Nech pulga beramiz? 6 million 400 ming qilib beramiz aka. 6 million 400 ming so'mga qo'rqmasdan zakaz beraverasizlar. Cheksiz tayyorlab beramiz. Biz buni ko'ramiz. Usta aldamaydi, usta ishonchli. Bunimiz Cobra Monica qora soyalar bilan ishlaganmiz buni aka. Chester tuymali, hammasida 12 sm sidina aka. Orqalari farda broshka bo'ladi ham. 100% yong'oq aka. Faqat yong'oqni materialdan yasalgan bu. Ha, hech narsa aralashmagan xudo xolasa aka. Baqaterak yoki listrak aralashmagan. Yo'q. Baqateredan desa, baqatere 100% baqateredan bor, tayyorlab beramiz. Narxi arzonroq chiqadi uni. Jeja arzonroq chiqadi. Ha, baqatere arzonroq yuradi aka. Bu qancha narxi? Buni ham 6 million 100 ming qilib beraveramiz aka. 6 million 100 ming so'm xon taxtasi bilan birga. Xon taxtasi pasayadi do'stlar. Peshxon bo'ladi. Maza qilib ko'rpacha solib o'tiraverasiz. Zo'r lekin. Bu ham 6 million 100 ming so'mlik ishimiz. Cobra Monica aka. Xo'p, biz unisini ko'rdik-a? Ko'rsatdik. Endi peshxon qanaqa bo'ladi deganlarga mana bitta peshxon qilib qo'ydim. Ustma ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu xon taxta pasayadi-ku, hozir shuni ko'rsatamiz. Pasayganda mana bu holatga keladi azizlar. Shunday qilib yotkizilsa mana xon taxta bo'ladi aka. Tikkalab qo'ysa, katta stol bo'ladi, yotkizib shunday qo'yiladi. Shartmasaganda peshxona. Yo'q, aka, stollarni chiqarib, xon taxta qilib mehmon kuzatib qo'yaveradi. Ko'rpacha solib yotib olib va Xudo xolasa xizmat qilaveradi aka. Xullas do'stlar, mana shu xonadonda mana shu ishlar hammasi yasalgan. Olib kelib sotishmaydi, bozorga chiqishmaydi bular. Chunki bozorda ozgina shunaqa ozgina qalloblik bo'ladi deyshadi. Ko'pchilik shuning uchun mana bu yerda ishonchli stullarni sotib olarasiz. Ekranda nomer turibdi. Siz postoyan ishlaydigan nomeringizni aytavering. 97lik 625 15 12, 97lik 994 37 36 aka. Ha. Sizga zakolat qancha berish kerak? 100 ming ham zakolat ko'taveradi aka. 500 ming ham, 1 million. Qashqadaryolik sizga telefon qildi. 500 ming tashlab bersin, 200 ming tashlab bersin, farqi yo'q aka. Ishonch pullarimiz bor. Boradi, shuni ko'rgan ishini tayyorlab jo'natib beraman. Lekin bundan zakaz qilsa, bu yo'q bo'lib qolsa, tayyorlab jo'natib beraman.
qabul qilib, ko'rib olib, pulini berib yuboradi shofirdan, qolgan pulini. Oldindan zakolat bo'lishi shart aka, ishonch tariqasida. Usta zo'r yigit. Zakaz beraverasiz. Do'stlar, ko'rsatuvimiz ancha foydali bo'ldi, lekin ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.